Assalomu alaykum. Bu videoni LibHub haqida sal to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lgan o'quvchilarga yuboramiz. Bugun men sizlarga LibHub kanalini ichidan ko'rsatib beraman. Ko'pchilik nimagadir o'ylaydiki, bu kanalda biz xuddi bepul kurslarimizga o'xshab videolar qo'yganmiz deb. Yo'q, bu butunlay boshqa darslar. Shular men sizlarga kelinglar farqini ko'rsatib bersam. LibHub bu self study qilish uchun, ya'ni mustaqil shug'ullanish uchun mo'ljallangan kanal. Mustaqil shug'ullanish degani ko'pchilik o'ylaydiki, voy o'qituvchi bo'lmaydimi, o'qituvchisiz qiynalib qolmaymizmi degan bir savol berishadi. Juda ham o'rinli savol. Odamga o'qituvchi kerak, navigator kerak. Bilmagan joylarda o'qituvchidan so'rashi bu обязательный narsa va tabiiy ravishda biz sizlarni o'qituvchisiz qoldirmaymiz. LibHubdagi eng asosiy o'quvchilarning muammosi bilan ishlaydigan o'qituvchi birinchi o'rinda o'zimman va undan tashqari komandamdagi o'qituvchilar ham обязательно sizlarga yordam berishadi. Kelinglar LibHubni bir sidirib ko'rib chiqaylik. Sizlar kanalga qo'shiladigan bo'lsanglar, kanal mana bunaqa punktlardan iborat bo'lgan bo'ladi. Boshlanishida qarasanglar sal ko'proq o'xshaydi. Vaholanki mana bularni ozgina qisqartirish ham o'ylayapmiz. Buni endi ko'ramiz. Asosiy bizga kerakli bo'lgan narsalar mana tepadagi, yuqoridagi qismi bizga eng asosiy kerakligi. Eng tepada ko'rib turganinglardek bu teacher degan joyi. Teacher degan joyda men o'quvchilarga yengilliklar bilan bo'lishaman. Misol uchun mana sentyabr oyida bizga Amerikadan Nick degan bir mehmon keldi. O'quvchilarimiz bilan speaking qildi. O'quvchilar native speaker bilan praktika qilishdi va shunga o'xshaydigan yengilliklarni men o'zim xabarini berib turaman bu teachers degan joyda. Undan tashqari mana bitta asosiy kurslarimiz boshlanadi. Kursni mana beginner qismi, ketidan elementary, ketidan pre-intermediate, ketidan intermediate. Sizlar kursga qo'shiladigan bo'lsanglar, sizlarga bittada hammasi ochiladi. Ya'ni faqatgina beginner o'zi, faqatgina elementary o'zi emas, butun kursimizdan полностью foydalansanglar bo'ladi. Endi qaranglar, mana beginnerga kirdim, deylik mana birinchi unitni bosdim. Tepada ko'rsanglar, tepada kitob berib qo'yganmiz. Videodan o'rgangan narsalarni amaliyotda qo'llashingiz uchun. Chunki praktikasiz umuman iloji bo'lmaydi o'rganishni. Bir xil o'ylaydi, ha, prosta videoni ko'raman deb esimda qolib ketadi deb. Yo'q, bu unaqa ishlamaydi. Siz videoni ko'rasiz, o'rgangan narsangizni xulosasini konspekt ko'rinishida daftarga yozasiz. Bitta narsani bilishimiz kerakki, onlaynda ko'pchilik o'ylaydigan narsasi qayta ko'rish imkoniyati onlaynda plyusida bo'ladi. Yo'q, siz qayta ko'rishingiz kerak emas. Bitta videoni ko'rdingizmi, siz uni tushunib olib, u videoga qaytib kelmasligingiz kerak. Offline bilan onlaynda o'qish prinsipi bir xil bo'ladi. O'shaning uchun biz mana shu tomonlarga ozgina e'tibor bilan qaraymizki, o'quvchi konkretniy bilimni egallasin deb. Va videolarning ko'rinishi mana bunday formatda bo'ladi. Kelinglar, men sizlarga birinchisini ko'rsataman. Birinchi unitimizdan boshlaymiz. Boshlanishi bizda aytganimdek bu yerda hozir ovozi pastroq chiqayotgan bo'lishi mumkin, chunki laptop ovozi o'chib bo'lishi kerak. Va qaranglar, bu bizning bepul darsligimizdagi video darslar emas. Bu yerda biz Hadway platformasidan yozib olingan videolardan dars o'tganmiz. Ko'rib turganinglardek, misol uchun, ya'ni mana bu yerda men grammatika qismini tushuntiryapman. Undan tashqari, men agar pastroq tushadigan bo'lsam, deylik misol uchun mana ikkinchi unitlarda mana bunaqa listeninglar ham bor bizda. Keyingi praktika ekan, listen to the conversation, choose the correct answer. Bu praktikalar qanaqa bo'ladi? Oldin sizlarga grammatikani tushuntirib, undan keyin o'sha o'tilgan grammatika bo'yicha sizlarga listening, reading, writing tasklarni ham beramiz. Ya'ni siz faqatgina grammatikani o'zi bilan chegaralanib qolmaysiz. Biz yuqorida aytib o'tganimdek, butun general English o'rgatamiz. Ichida hamma narsasi bo'ladi. Shu videolarni ko'rasiz, videolarda o'rganganingiz bo'yicha yuqorida aytib o'tganimdek kitoblar bilan praktika qilasiz. Undan tashqari bizda aktivniy chat bor. Chatni ko'rib turganinglardek, misol uchun bugungi chisloni o'zi 2-noyabr bo'lsa, mana bolalar mana bugun borayotgan выставкасы bilan bo'lishyapti. Bolalarimiz va o'quvchilarimizni. Hi guys, we are all students of LibHub. Ko'rasam ingliz tilida gapirishyapti va shuni share qilishyapti. Undan tashqari bolalar prezentatsiyasi edi. Buni maqsadi nima deydigan bo'lsanglar, yuqorida sizlarga bundan oldin bu videoni bir ikkinchi, uchinchi marta oldim, chunki ozgina adashib ketdim. Biz o'quvchilarni har bitta o'sha yozayotgan chatida aktivnisiga qarab o'quvchilarga biz ball beramiz. Bu ball nima? Teachersga qaytamiz, yuqorida qaranglar. Biz balloviy sistema qilganmiz. Balloviy sistema bu shunaqa narsaki, o'quvchilar har bitta ko'rayotgan videosi uchun, deysiz mana beginnersiz, beginnerni birinchi videosini ko'rdingiz. Shu ko'rayotgan videoyingiz uchun siz deylik beginner hamma videolarni ko'rib bo'ldingiz. Beginnerda misol uchun nechta mana 9 ta video bor ekan, 9 talovini ko'rib bo'ldingiz. Ya'ni birinchi unitni tugatdingiz. Birinchi unitni tugatganingiz uchun undan tashqari yuqorida sizga uyga vazifa berildi. Uyga vazifani bajardingizda отчетini mana bu o'quvchilarimizga o'xshab mana отчетini yubordingiz. Bu uchun va undan tashqari mana bu bitta o'quvchilarimiz. Assalomu alaykum. Feature bu kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz haqida eshitildi degan umiddaman. Bu yerda o'quvchilarimiz o'zini unitdan o'rgangan narsasini qolgan o'quvchilar bilan bo'lishadi va shuning uchun biz o'quvchilarga ball beramiz. Ballarni o'quvchilar yig'ib oy oxirida mana как раз bugun 2-chislo edi. Mana bugun oktyabr oyining eng kuchli o'quvchilariga ball berganmiz. Ya'ni mana bu bizning lider bordimiz.
Leaderboardda ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda bizda mushtariy degan o'quvchimiz birinchi o'rinni olibdilar. Ular nima qilganlar? Ular kunli prompt, kunli prompt ko'rsatmayman, qaranglar. Mana kunli promptlarimiz. Chatga kirsanglar, chatda tepada закрепленное сообщениеda har kuni, bugun yakshanba bo'lganiga bunga olib tashlaganmiz, chunki yakshanba kuni vazifa bermaymiz, lekin dushanbadan shanbagacha mana bunaqa administrator tomonidan o'quvchilarga task beriladi. Ya'ni 1-chisloda, 1-noyabrda berilgan task. 1 minutlik, 2 minutlik video qiling, chiroyli joy haqida degan. Mana shu videoni o'quvchilar pastda olishgan, shu olgan videolarga uchun mana buni Germaniyada. Hello everyone, I want to speak about this city. This is Berlin and I want to describe. Ko'rasizlar, mana berilayotgan task bo'lyapti. Mana shu taskga o'quvchimiz vazifa qilib yuboryaptilar. Shu yuborgan vazifalar uchun ham biz o'quvchilarga ball beramiz. Va aytib o'tganimdek, ballar yig'ilib kunli promptlar uchun, speakingligi uchun alohida, video yuborishganligingiz, videoni ko'rib tugatganligingiz uchun, unit tugatganligingiz uchun va shanba kuni sal o'sha hozir ko'rganinglardek qiyinroq vazifalarni beramiz. Misol uchun video olgan yoki 2 minut to'xtamasdan gapirgan degan narsalarni shulardan ball yig'ib o'quvchilarimizni prizlarni qo'lga kiritishadi. Prizlar qanaqa ko'rinishda bo'ladi desanglar, mana birinchi o'rindagi o'quvchimiz, ya'ni hozirgi mushtariy qizimiz bizdan 1 oy mana shu kanaldan foydalanish bepulga yutib olganlar va undan tashqari men o'zimdan bitta individualniy dars ham olganlar. Bu prosta tushunishinglar uchun hozir mana shu videoni yozayotgan paytimda где-то bir 700-750 milliy priz yutib olganlar degani-da. Вообще dahshat. Prosta o'zlari shug'ullanganliklari uchun. Undan tashqari ikkinchi o'rindagi o'quvchimiz Ahrorga biz 1 oy kanaldan bepul foydalanish imkoniyatini berganmiz, 3-o'ringa 50% skidka berganmiz va hokazo. Va ko'rib turganinglardek pastda eng asosiysi question qismi bor. Bu savollarga javob berish qismi. Bu qanaqa bo'ladi? Yuqorida siz videoni ko'rdingiz, video bilan shug'ullandingizda, videoda tushunmay qolgan joyingiz bor. Videoda tushunmay qolgan joyingiz birinchi qiladigan narsangiz yuqorida aytib o'tganimdek yozgan konspektingizdan ko'rasiz. Qani men qayerda xato qilgan ekanman deb. Agar konspektingizda javobi bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz uchun o'zingiz analiz qilib oldingiz. Mana xato qildingiz, xatoingizni o'zingiz qidirib topdingiz. Bu mana shunaqa effekt beradi. Va shu zo'r effekt beradi bu analiz qismi. Endi siz qidirdingiz, research qildingiz, lekin topa olmadingiz. Muammo yo'q. Question qismiga kirasiz, questionda savollaringizni yozasiz. Mana oxirgi savol kecha 1-noyabrda bo'lgan ekan. Mana o'quvchilarning hammasiga men o'zim detalniy qilib javob beraman. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, nimani hisobiga nima bo'layotganligini o't o'qib men o'zim tushuntirib beraman bolalarga. Chunki self study bo'lgani bilan siz hozir javob olishingiz kerak va hech kim sizni o'zingiz tashlab qo'ymaydi. Va undan qolgan narsalar bu prosta bonuslar. Ya'ni foydali topgan videolarimiz. Mana men Ismoilni oxirgi chiqqan videosiga react qilganman. YouTube ga qilmoqchi edim, kachesasi yoqmadi, o'shaning uchun faqat o'zimizdan bolalar bilan bo'lishib qo'ydim. Undan tashqari readinglar, undan tashqari vocabulary, writing, grammatika, speakinglar va study skillslar. Bu ingliz tilini o'rganayotgan jarayoningizda yaxshiroq tilni o'rganish texnikalari qanaqa bo'ladi, o'shani obdan qilib tushuntirganmiz. Bundan tashqari biz LeafHubda shu narsani yo'lga qo'yganmizki, siz guruhga qo'shilib, guruhdan 3 kun foydalanib, guruhdagi любой bu narsa sizga agar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, sizga pulingizni 100% qaytarib beramiz. Undan muammo yo'q. Bu narsaga bemalol ochamiz. Undan tashqari LeafHub Pro degan bizani tarifimiz chiqdi. Bu qanaqa tarif? Biz misol uchun LeafHub Proda mana yerda berilayotgan administratsiyamiz tomonidan yuborilayotgan savollarga o'quvchilar javob berishadi. LeafHub Proda o'qituvchi mana shu javoblarni tekshirib ham beradi. Undan tashqari uyga vazifalarda berilayotgan writing qismini o'qituvchi tekshirib beradi. Qolgan vazifalarni o'qituvchi tekshirmaydi, chunki javoblarni o'zini shunday qilib berib qo'yganmiz. O'quvchi javobidan o'zini tekshirib olsa bo'ladi. Bu o'qituvchining vaqtini ketkazadigan narsa emas-da. Javobingiz berilgan, javobini tekshirdingiz, savolingiz bormi? Bemalol mana questionga kirib bering, men o'zim hammasiga javob beraman. Undan muammo yo'q. Undan tashqari o'qituvchimiz, LeafHub Pro'dagi o'qituvchimiz bolalar bilan bir haftada bir marta speaking club qilishadi. Undan tashqari hamma tarifimizda, LeafHub Pro'da ham, oddiy LeafHub Pro'da ham har chorshanba kuni soat 7 da men o'zim jonli efir o'taman bolalar bilan. Nimaki savol bo'lsa, menga jonli tarzda ham bersa bo'ladi o'quvchilar. Undan umuman muammoyimiz yo'q. Darslarga hozirliklar, hammaga kattakon rahmat.